Namanganda 16 yoshli qizning mashina haydashi oqibatida onasi va singlisi halok bo'ldi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Namangan viloyatida pravasiz 16 yoshli qiz boshqaruvidagi Spark kanalga tushib ketishi oqibatida mashina ichidagi 2 kishi, qizning onasi va singlisi halok bo'ldi. Qizga mashina boshqaruvini bergan ota va uning o'zi shifoxonaga yotqizildi. Bu haqda Namangan viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xabar berdi. Qayd etilishicha, joriy yilning 23-mart kuni Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanida yashovchi fuqaro o'z boshqaruvidagi Spark rusumli transport vositasini hali voyaga yetmagan haydovchilik tajribasi yo'q 16 yoshli qiziga topshirgan. Haydovchining o'rnida qizi, old o'rindiqqa esa o'zi o'tirgan. Orqa o'rindiqda esa qizning onasi va 10 yoshli singlisi ham bo'lgan. Voyaga yetmagan qiz avtomobilni ichki yo'lga boshqarib ketayotib, yo'lning xavfli burilish qismiga o'ng tomonga burilayotgan vaqtida tajribasizligi oqibatida boshqaruvni yo'qotib, yo'lning o'ng tomonida oqib turgan Andijon kanaliga tushib ketgan. Bildirilishicha, hodisa oqibatida orqa o'rindiqdagi kichik qizaloq va ona nafas yo'liga suv tiqilishi tashxisi bilan vafot etgan. Voyaga yetmagan haydovchi va unga yo'lni bergan ota tan jarohati bilan shifoxonaga yotqizilgan, deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.